Rossiya Davlat Mudofaa ministri Sergey Shoigu, Xitoy Davlat Mudofaa ministri general Wei Fenghe bilan sinliq ko'rishganda Amerikaning Rossiyaga qaratgan harbiy faoliyatlari haqida to'xtaldi. Shoigu Amerika urush aeroplanlarining Rossiya chegarasidagi faoliyatini kuchaytganligini tilga ilib, Amerikaning strategik bombardimonchi aeroplanlari Rossiyaga qarshi yadro qurollari manevri elib bordi dedi. Xalqaro saqchi tashkiloti Interpol yangi rahbarlarini saylash uchun 23 noyabr seshanba kuni Istanbulda 89-chi umumiy yig'inini boshladi. Yig'indan ilgari kishilik huquq tashkilotlari Interpolning yer sharidagi kuchlik saqchi to'rining mustabid hukumatlarning qo'lga tushib qilayotganligini ogohlantirdi. Tanqid nishonida alohida ikki qism bor. Ular Arab Birlashma Xalifaligi Ichki ishlar ministrligining bosh nazoratchisi general-mayor Ahmad Nasir Al-Reisi va Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining amaldori Xo Binchin. Egallanishicha, Al-Reisi Interpolning raisligiga, Xo bo'lsa ijroiya komitetiga nomzod bo'lgan. 2020 yil Xitoyda tug'ilish nisbati yaqinqi 42 yildan buyon eng tuvan saviyaga tushib qoldi. Davlatlik istatistika idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, 2020 yil tug'ilish nisbati har 1000 odamda 8,52 bo'lgan. Tug'ilish nisbati 1978-yildan buyon tunji qatam 10 dan tuvan bo'lgan. Yana bir tarafdan Xitoy Sharqiy Turkistonga Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanmoqda. Yevropa Komitetining raisi Ursula von der Leyen Yevropa Ittifoqining ko'chmanlarning Belorussiyadan o'z ixtiyorligi bilan qaytib ketishi uchun 3,500,000 yevro xomjot ajratganligini e'lon qildi. Von der Leyen yana Iroqning fuqarolarini qaytarib olishga boshlaganligini tilga oldi. Qozog'istonning qurg'uvchi prezidenti Nursulton Nazarboyev hokimiyat beshidagi Nur Otan partiyasining raisligini prezident Qosim-Jo'mart To'qayevga o'tkazib berdi. Nazarboyev Qozog'istonda 28 yil hokimiyat yurgizgandan keyin 2019-yil 3-oyning 19-kuni prezidentlikdan iste'fo bergan bo'lsa-mu, lekin Nur Otan partiyasining raislik vazifasini davomlashtirgan edi. Yevropa Parlamenti komiteti Facebook, Google, Alma va Microsoft qatorliq cho'ng texnika shirkatlariga qattiq belgilama chiqarilgan va belgilamaga xiloflik qilganlarga yuqori so'mlik jarimani qo'yiladigan yangi taklifni tasdiqladi. Xalqaro Sharqiy Turkiston Umumiy Tashkilotlar Birligining tashkillashi bilan To'nögun Istanbul Beshiktash rayonidagi Barbaros bog'chisida Xitoy soqchi amaldori Xo Binchinning xalqaro soqchi tashkiloti, ya'ni Interpolning ijroiya hay'atiga nomzod ko'rsatilishiga va Xitoyning Interpoldagi ta'sirining kuchayishiga qarshi namoyish o'tkazildi.